Afsuski do'stlar, Bilolbekni yana qaytarib yubordi. Eng qiziq hozir so'radik do'stlar, hammasini so'rab oldik. Nima uchun bunga viza chiqmayapti? Nima sabab bo'lmayapti desak, ular aytdiki, bularning davlatidan Uganda degan joydan Saudiyaga, umraga, hajga kam insonlar kelar ekan. Shu sababli bularda onlayn viza yo'q ekan. O'zining davlatidan qilish kerak ekan. O'zining davlatidan ro'yxatdan o'tish kerak ekan. O'zining yurtiga uchib, yana Saudiyaga kelish kerak, boshqa iloj yo'q. Hozir yana bitta insonlar aloqaga chiqdi, o'zimiz O'zbekiston Respublikadan kattaroq insonlar aytdiki, dokumentlarni hammasini tashla, oxirgi chorani qilib ko'ramiz dedi. Sizlarga rahmat, agar inshaalloh bo'lib ketsa zo'r bo'lardi. Hozir hamma dokumentini tashladik, danlilarni inshaalloh kutamiz. Bir kun kutdi-da, bo'lib qolsa bo'lib qoldi, bo'lmasam nima qilay do'stlar, boshqa iloj yo'q. Mana o'tib ketmadim hozir. Sen o'tib ketaver, vizam bor ekan dedi, lekin buni tashlab keta olmayman. Shuncha islom dinini hurmat qilib o'tdi. Men do'stlar, hech kimni O'zbekistonning yuzini yerga qaratib qo'ymayman. Bitta o'zim bo'lsam sha'nini ko'taramiz. Inshaalloh sizlar kuzatib turibsizlar bo'ldi. Menga aktiv kerak emas. Hammasi o'tkinchi do'stlar. Eslab qolinglar, aktivam bir kun tushadi menda. Zo'rdan zo'r chiqadi. Men sizlarga kerak bo'lsa tekinga reklamalar qilib beraman. Xohlasizlarmi? Menga hech narsa kerak emas. Mana yo'lda shu betgacha reklama olmadim. Alloh ko'rib turibdi, Alloh nolalarini eshitib turibdi. Ilohim yo'limiz ochiq bo'lsin. Duo qilib turinglar. Ko'pchilik aytayapti, siz boryapsiz, biz yo'lni ko'rib umraga borgandek bo'lyapmiz deyapti. Ilohim do'stlar, oz qoldi Ka'bani atrofida. Shunaqangi sizlarga duolar qilaman. Sizlar ham borgandek bo'linglar, ilohim. Kuzatinglar, inshaalloh ertagacha kutamiz.